Assalomu alaykum. Universitetdan chiqib uyga ketyapman. Kitoblarimni qaranglar. Universitet. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aytib o'tganimizdek, bugun mana 24-chizlo mijozlarimizga kelib, o'zligisiga boshlanish to'lovsiz limit qo'yilgan edi. 100 ta xonadon, где-то 105 ta bo'lib ketdi. Mayli, barakasini bersin. Keyin internetda har xil transformerlar chiqib gapirishayotgan ekan. U transformer Sergelida qolib ketibdi, hurmatli obunachilar. Hozirgi kunda Star House'da Qorasuv turar joy majmuasi quryapmiz. Hasanboyda qurilish boshlanyapti, xudo xolisa. Yangi Toshkent proyektlarimiz qurilish boshlanyapti. Sergeli hokimiyati orqasida ham qurilishlarimiz bor. Endi u transformerga bitta savolim bor. Soqqasini olgandan keyin gapiraversan, soqqasini olgandan keyin gapiraversan deysizlar, ani bloger yomonlaysizlar, men bloger yomonlaysizlar, uni yomonlaysizlar, buni yomonlaysizlar. Blogerlar sizlarga nima, farishtami? Ular qayerdan biladi? Shuncha odam uxlab ketibdi. Qani o'sha uxlagan odamlar? Bizning Do'mbirovda ofisimiz bor. Bemalol kelsanglar bo'ladi. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Har xil transformerlarga обращаться qilmaylar. Bizga обращаться. Bitta emas. Ana qo'y aring aka, kirgizing. Kirgizing bularni. Siz o'zingiz mana 2 soat yashab turibsiz, 3 soat menga sovuq bo'ladi. Kirgizsa aka.